O va'daboz, lafzing bormi? Erkakmisan? Bir hafta deb olganingga 5 oy bo'ldi. Qachon berasan qarzingni? Pul yo'q desam nima qilasan? Ha? Isbotlab berasanmi, yo urasanmi? Ur. O maraz, endi bunaqa yo'liga o'tdingmi? Men seni bunchalik pastkashligingni bilmagan edim. Pul olganingda tiz cho'kvorishingga ozgina qoldi oldimda. Bermayman deyotganim yo'q, topganimda beraman. Bir haftada beraman deb oluvding. Endi topsam beramanga o'tib oldingmi? Menga qara, sen birovni haqidan qo'rqasanmi o'zi? Tinchlikmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling o'g'lim. Nima gap? O'g'lingizni qarzi bor. Bir hafta deb olganiga 5 oy bo'ldi. Ada, biz o'zimiz kelishib olamiz. O'rtamizga ishga adam aralashtirma. Agar hal qilganingda shu paytgacha hal qilarding. O'g'lim sizdan qancha qarzi bor? $2000. Hozir. Erkakmisan? Nega o'rtamizdagi ishga adam aralashtiryapsan? Erkakmisan deb gapirish senga emas. Tushundingmi? Mana o'g'lim. Bu yerda 2000. O'tgan kunlariga rozi bo'lasiz. Ada, men qarzimni o'zim to'layman. Siz bu pullarni umraga boraman deb yo'qotdingiz. Sani belaviz o'g'il qilib katta qilgan ekan. Umraga borishga munosib ota emasman. Bu kuningdan o'lganing yaxshi. Erkak